Do'stlar, Matalka Oblgaz yaqinida 4 qavatli domlardan 3 xona to'rxona qilingan juda ham yaxshi holatdagi kvartira sotuvga chiqmoqda. Uyning holati yaxshi holatda, tashqi qismida esa bolalar maydonchasi, mashina uchun parkovkalargacha ega. Videoni oxirigacha ko'ring, uyni olib kirib ko'rsatamiz. Do'stlar, mana uyga ham kirib oldik. Bu birinchi xonasi, ko'rishingiz mumkin. Remontlari aytib o'tganimizdek yangi qilingan, chiroyli holatda, yoqimli, ko'zga yoqimli ranglardan foydalanilgan. Bu tomonda esa 3 metrli verandasi, oshxonani bu tomonga ko'chirishib, to'rxonaga aylantirilgan. Eshik romlari hammasi akfa romlardan. Bitovoy texnikalarni olib chiqib ketamiz deyishdi. Agar xohlasangiz kelishib borsangiz bo'ladi. Oshxona jihozlari qoldiriladi. Bu tomonda esa ikkinchi xonasi, yotoqxona. Romlari akfa romlarda, remontlari yangi holatda. Oyoq taglari esa to'liq laminat qilingan. Tomonda esa oshxonani o'rnini xona qilishgan, ko'rishingiz mumkin. Bolalar yotoqxonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu tomon tashqaridan kirish qismi va bu tomonda umumiy sanuzel joylashgan. Aresta o'rnatilgan, oyoqdagi devorlarga kafellari qilingan. Bu tomonda esa yana bitta xonasi, mehmonxona sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Kattagina xona, o'zining alohida balkoniga ham ega. Yangi remontdan chiqarilgan kvartira. Do'stlar, manzilda aytib o'tdik. Matalka hududida Oblgaz yaqinida joylashgan, yo'lda bo'yida 4 qavatli uylarda 3 xonali to'rxonaga aylantirilgan yangi remontdan chiqarilgan kvartira va shu yangi turishiga $30,000 narx aytishyapti. Albatta, ozroq kami ham qilib beriladi. Agar yoqqan bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib egasi bilan savdolashsangiz bo'ladi. Shunaqa yaxshi uylarni o'tkazib olmaslik uchun bizni Telegramda hamda refar.uz saytimiz orqali ham kuzatib boring. Sizlarga eng yaxshilarini ilishda davom etamiz.